Joli Nusdan so'rashgan ekan, ustoz siz nega kasal bo'lmaysiz deganda, qornim ochib ishtaham tortmagunicha yemayman. Yesam to'yib yemayman va yeganimni oshqozonimda ko'p ushlab turmayman degan ekanlar. Ya'ni hamma sog'ligimni sababi ovqatlanish tartibiga rioya qilganimdan deyaptilar-da. Bugun afsuski azizlar, O'zbekiston xalqi noto'g'ri ovqatlanishdan kelib chiqadigan kasalliklar bo'yicha biz birinchi o'rinda turibmiz. Avvalgi o'rinlarda turibmiz. Payg'ambarimiz alayhissalomdan masalan bir sunnat. Rasul akram alayhissalom ovqatlanishda suyuqlikni ichmasdilar. Bir muddat avval ichardilar. Ovqatlangandan keyin yana bir muddat o'tkazib keyin ichardilar. Ovqatlanish jarayonida suyuqlik ichmasdilar. Nega? Bugun buni fan isbot qilyapti. Ovqatlanish bilan suyuqlikni ichish ovqatni bo'tqaga aylantirib hazm qobiliyatini qiyinlashtiradi. Ovqatni kaloriyasini ketkazib yuboradi. Hazm qobiliyati qiynaladi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamni qarang. Oddiy bir bitta sunnatdagi sog'likka bo'lgan Rasulullohning e'tiborlari.